Algebra 7dan milliy sertifikatga taalluqli bo'lgan test hisoblang. Endi test yechishga o'tamiz. Birinchi qiladigan ishimiz suratdagi havz ichini ishlashimiz kerak. Keyin 0.10 mingdan 125 ga bo'lishimiz kerak. Mahraji alohida ishlaymiz. Birinchi havz ichidagi birinchi ish qilamanda 162 mingdan 162 ni 2.125 ga bo'laman. Buni qanday qilib yozaman? 162 ya'ni mingdan 162 bo'luv kasr chiziq qilib yozaman. 2.125. Endi virguldan keyin bunda 3 ta raqam bor, bunda 2 ta raqam bor. Virguldan keyingi raqamlar sonini tenglashtirish uchun orqasiga 0 qo'yaman mahrajni, ya'ni 2.125 orqasiga 0 qo'ydim. Xo'p, endi virguldan keyingi raqamlar soni teng bo'ldi, virgul tashlab yuboraman. Ya'ni 162 bo'ladi. Bu 2250 bo'ladi. Surat mahraj ikkalasi ham 9 ga bo'linadi. 9 ga bo'lib yuboraman buni. 9 ga borsam 162 ni, ya'ni 162 ni 9 ga bo'lsam bitta, ya'ni 18 bo'ladi. 0, ya'ni 162 ni bo'lsam 18 bo'ladi 9 ga. 2250 ga 9 ga bo'lsam 250 bo'ladi. Endi 10 lik kasrga yana aylantirish uchun surat mahraji 4 ga ko'paytiraman. Teng bo'ladi. Mahraj 1000 bo'ladi. 250 4 ko'paytirsam 8 kare 4 32 ni 2si. 4 kare 1 4 7 bo'ladi. 72 0 yana 72 bo'ladi. Bu bo'ladi 72 mingga bo'lsa 3 ta, ya'ni 3 ta raqamdan keyin virgul qo'yaman. Virgul qo'ysam 72.1000dan 72 bo'ladi. Endi 72.1000dan 72 chiqdi buning javobi. Ikkinchi ishimiz 72.1000dan 72 ga 0.828 qo'shaman. Yani 8 ga 2 10 ni 0, 7 ga 2 9 10 ni 0, 8 ga 0 8 bir dildagi bilan 9, ya'ni 72 ni o'zi. 72.10dan 9 bo'lib qoldi. Endi mana bu 0.10 mingdan 125 ga uni bo'lishim kerak. Buning uchun nima qilaman? Buni o'zini oddiy kasrga aylantirib olay, 3-ish qilib. Mana bu yoqqa 3-ish qilib yozaman. Bu birinchi ish edi. Bu ikkinchi ish edi. 3-ishimizni bu yoqqa yozaman. Mana 3-ishimiz. 3 qo'y. 0.10 mingdan 125 imiz teng bo'ladi. 125 taqsim 10 ming. Bu ham teng. 125 ga qisqartirarsam 1 taqsim 80 bo'ladi. Demak, 72.10dan 9 bo'lishim kerak bunga, ya'ni 1 taqsim 80 ga. 1 taqsim 80. Bu ham teng bo'ladi. Ya'ni 4-ish bu. Teng bo'ladi. Xo'p, 72.9 ko'paytiruv 80 bo'lib qoladi. Ya'ni 729 ko'paytiruv 8 qilib yozib olaman. 0 ni bunga berib oldim. 729 ko'paytiruv 8 bo'ldi. Surat bo'ldi. Endi mahrajga o'tamiz. Mahraj ya'ni 5.10dan 1 ning kvadrati plus 10.10dan 2 ni bundoq qilib yozaman. 2 ko'paytiruv 5.1 qilib yozaman. Ko'paytiruv 3.9 10dan 9 plus 3.9 ning kvadrati barobar bu a kvadrat plus 2ab plus b kvadrat formula, ya'ni qisqa ko'paytiruv formulasida turibdi. Bu a plus b ning kvadrati, ya'ni 5.10dan 1 plus 3.10dan 9 ning kvadrati teng 5.10dan 1 ga 3.10dan 9 qo'shsak 9 bo'ladi. 9 kvadrat chiqadi. Endi surat javobini mahraj javobiga bo'lishim kerak. Bu 4-ish edi, mana bo'luv. Mana bu 5-ish edi, qiymatini topishimiz. Mana 5-ish tepasiga yozib qo'y. 6-ishimiz endi. 6-ishimiz. Surat javobi 4-ishi 5-ishga bo'lishim kerak. Ya'ni 4-ishi 5-ishga bo'lishim kerak. 4-ishimizning javobi 729 ko'paytiruv 8 qoldi. Bu 9 kvadrat, ya'ni 81. 729 81 ga bo'lsam 9 chiqadi. 9 8 ni ko'paytsam 72 chiqadi. Demak, javob 72 ekan. Berilgan testimiz javobi A. Bu test professional birinchi qismida olindi.